Huzur topgan vatanimdan ona vatanimga ish bilan ketyapman, kafe ochish maqsadida. Va bu qaror men uchun oson bo'lmadi. Ha, eris kezalikmi bolalar bilan qopdi deydiganlar ko'p bilaman. Bolalarim maktabi bitmagan birinchidan. Xo'jayinim esa ertalab hammani maktabga tashlab qo'yadilar, kechki payt olib keladilar. Bu begonani bolalari emas, men ham ular ham tashlab ketib qolsak. Men tug'ilib o'sgan vatanimda kafe ochish maqsadimni ularga bildirib yo'lga chiqdim. Ammo xo'jayinim ozgina bunga to'sqinlik qildilar, lekin mayli dedilar va bu ishni boshladik. Xavotir olmanglar, yaqinda maktab bitishiga yaqin ular ham Toshkentga kelishadi, xudo xohlasa. Men Toshkentga ketadigan kun Galatasaray futbol komandasi chempion bo'lgan va qizim shunga bilan bayrog'ini olib hilpiratib yuribdi. Haqiqiy fanat bo'lgani uchun. Ko'rganinglardek hayajon bosib ketdi meni. Prevez 4 kilo chiqdi, ammo hech narsa demay o'tkazib yuborishdi. Shu bilan pasport kontroliga keldim. Yo'l-yo'lakay xayrlashib oldim. Hammadan ham shu kichkinani ko'proq sog'insam kerak dedim ichimda. Ertalab kechqurun onajonim deb meni atrofimda girdi parvona qizalog'im. Hali kichkina-da. Pasport kontrolida odam ko'p har doimgidek, ammo navbat tez kelyapti. Pasport kontroldan keyin ruchnoy bagaj kontrolidan o'tiladi. Qo'l bagajida taqiqlangan narsalar va me'yoridan ortiq suyuqlikli bo'lsa, o'sha yerda olib qolishadi. Bagaj kontroldan keyin biletimizga qarab uchish yo'lakchamizni qidiramiz. Bagaj kontroldan chiqqanda to'g'rida ham o'ngda, ham chap tarafda katta ekran bor. Ekranga yaqinlashib olamiz. Ekranda uchishimiz haqida ma'lumotlarni uchish vaqtiga qarab topish osonroq. Meni uchish vaqtim 12:30 da edi. 12:30 topib yo'nalishni Toshkent ekanini ko'rib, eshik raqami va ochiq yoki yopiqlikni ham ko'rsak bo'ladi. Meni eshigim bir taraf bo'lgani uchun bir eshikka qarab yura boshladim. Koridor oxirida liftda pastki qavatga tushib oldim. U yerda A va B eshiklarga yo'naltiruvchi belgilar bor. B bilan davom etdim. Shu yerda tekin Wi-Fi ham bor va doimiy ishlab turadi. Tez yurar yo'lak bilan menga kerakli bo'lgan eshikka kelib oldim. Ahamiyat bersanglar, yo'naltiruvchi tablolarda chap taraf toq sonli eshiklarni, o'ng taraf juft sonli eshiklar raqamlarini ko'rsatib qo'ygan. Kerakli eshikni topib kutish zaliga kirdim. Odam ko'p, 1 soat uchish kechikdi. Kimdir duty free rosa aylanib qolib ketibdi shekilli deb o'yladim. Xullas, kechki 8larda O'zbekistonga qo'ndik. Pasport kontrolidan o'tib 1 soatga yaqin bagajlarni chiqishini ko'rib, hamma yukchi bo'lib ketibdi deb o'yladim o'zi ham. Oxirida chiqdi meniki. Yaxshi qizil lentasi chiqdi. O'zi qizil lenta taqiladigan hech narsa ham olib kelmadim. Ko'chaga chiqib Malika opamni qidirib o'tdim. Meni esa Suray opam bilan qizlari Muxlisa kutib olishdi Gulla bilan. Keyin esa Malika opam bilan ko'rishdim va otelga bordik. Suray opamga shu yerdan rahmat aytmoqchiman duolari uchun va xudo xolisa kafe ochish maqsadida kelganimni unutmagan holda rejalarni boshladim. Sizlar bilan esa keyingi videoda ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Allohga omonat bo'linglar.